Do'stlar, eslaringda bo'lsa, aynan mana shu Farg'onada Eko shaharda qurilayotgan juda ham yirik biznes sentrda qurilishi boshlanganda video obzorini Instagram tarmog'imizga joylagandik va aynan shu binomiz xudo xolasa umumiy hisobda 70% tayyor holatda va umumiy miqdorda 25,000 kvadrat metr sendvich panellarni tom va devorcha yetkazib berganmiz. Parametrlarni bir qator eslatib o'taman. 10 cm qalinlikdagi 100 plotnisli bazalt materialdan tayyorlangan sendvich panellarni ushbu binomizga 100% ishlab chiqarib berganmiz va binoni holatlarini, videolarini ham qo'yib ketaman. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqqan binomiz va kimda kim yirik qurilishni rejalashtirayotgan bo'lsa, bemalol kelib tayyor jivoy avtobuslarni ko'rib baho berishlaringiz mumkin va qaror qabul qilishlaringiz ham ancha oson bo'ladi. Tayyor binolarni ko'rgandan keyin. Sizlarga yana bir eslatma, ushbu binolarni to'liq holatda arzonlarini YouTube kanalimizga joylaganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar va kimga sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, buyurtma bersalaring bo'ladi.